bir chimchilagan jon chimchilaverasizmi? Uylanmayman men. O'zingga qilib tursa, urma dedim-ku. Indama, urib odam qiladi. Bor, abid bo'ldi, uyiga borib, hojatxonaga kirib uxla. Shu qizingni menga berasan. O'g'liz qizimni eplolmaydi opa. Buni ustiga ko'nglari ham ozgina nozikkina ekan. Ko'ngligi ham uni. Shu qizing urib bo'lsa ham odam qiladi shuni. Qo'ying opa, boshim balo qolmasin. Mana bu qo'limdagi uzuk, qadimgi uzuk, grammi ham ancha og'ir. Ma, shuni qo'liga taq, biram yarashadi. Voy. Opa, rostdan tillami? Qadimgi tillalardan. Unda uyingizga borguncha qizimni urmaydigan qilib beraman. Yasha. Uncha chiroyli. Bu o'zi kelinimga. Chaqir qizingni. Hozir opajon. Qizim bu. Kel bu yoqqa. Qizim keldingmi? Oyijoning oldiga o'tir. O, Baxtli bo'lsin. sen nega ketmading? Ketolmadim. Nimaga? Iti bor ekan. Opa, bitta itdan himoya qila olmagan o'zini, erta meni qizimni qanday himoya qiladi? Bor qizim, ishingni qilaver. Mana himoya qiladi. Ma, qo'lingga taqchi, bilagingga sig'adimi shu? To'y bo'ladi dedimmi? Bo'ladi. Opa, bu tillami? Yo'q, bijuteriya. Bunday yaxshisiz, bo'ldi opa, to'y bo'ladi. Meni gapim hech qachon ikki bo'lmagan. To'y To'y bo'ladi. Ilohi amin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Yur, itdan qo'rqoq. Oyi, hech kimga aytmasdan to'yni ham belgilab kelibsiz. Pulni qayerdan olamiz? Sandiqdagi pullaringiz yetarmidi, oyi? Tog'angga telefon qil. Men Toshkentga ketyapman. Alayskidagi diamant tilla do'koniga borsin, xo'pmi? Opa, pillalaringiz qadimgi ekan, qimmat hisob qilamiz. Hozir. Assalomu alaykum. Keling opa. Voy, xudo yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xudojon, yaxshimisiz?